O'zbeklarnikidek bo'lmasa ham, biz ham ozgina sozgina fotiha vaqti shunaqa kichkina kelin kuyovga sarpa qilingan shulardan ozgina qo'limda qolgan videolarni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bularni hammasini o'zim bezatdim. Shu idishga rahmatli bujonimni kuyovlariga atab olib kelgan joy namozlari va Qur'on kitob tasbehlarni joyladim. Boshqa bir idishda esa parfyumerniy savat tayyorladim. Bu ko'rayotganinglar esa tugunga o'xshagan, turklarda bog'cha deyiladi. Bu yerda kuyov uchun joy namoz komplekti, yozgi, kuzgi, qishki pijamalari, sochuv, banli sochuv, pastel komplekt, adyol, домашний tapchikalar, kuyov tapchikasi bo'ladi turklarda shunaqa tapchika, ichki kiyimlar, kamar, koshelyoq, galstuk, soat. Shu ko'rib turgan chamadonlarni olib, shunaqa qilib bezatdik. Qaynonam, opam, kelinimlarga alohida tugun hozirladik. Turkiyada odat bo'yicha kelin taraf kuyov tarafga qurbi yetgancha chiroyli soat taqib qo'yadi. Patnis tayyorlattirdim, ismlarimiz yozilgan. Fotihimizda voqealar sig'magani uchun ikkinchi qismni ham kutinglar.